Eshikni ruchkasi qani deb so'radinglar. Ommaviy, zamonaviy qilganmizda bitta knopkani bosib ochiladi. Lekin qo'lda yopish kerak. Sizlarni Cabriolet'ligiga to'liq obzor. Salonni Asat akamni Luz Custom Pro lekin shunaqangi zo'r qilib berdilar. Bunda kojani ham silasanglar, mayin. Salonni ko'ryapsizlar, o'zgacha bo'lgan. Orqada 4 ta estradli AMP dan, oldida ikkita 20 talik polni AMP dan apparaturasini yig'ib qo'ydik. Mana shu rulni o'zida ham bitta tema bor. 0.7 torpedka va elektronnik tablo, monitor, дополнительный mafollar bilan akustikasiga ham yana alohida bir to'xtalamiz. Общий объемda mashinani turishi o'zgacha. Bitta like bosib qo'yasiz, videoni maksimalli tarqatinglar. Sizga nasib qilmasa, boshqa bu kimga nasib qilib qolar yaqinlaringizga. Aziz akamlarga ham kattakon rahmat. Mashinani kuzovi shunaqangi baquvvatki, bir 5 tacha bolgarka tosh ishlatib tashadim. 50 tacha mashinaga yetardi u bolgarka tosh deyaptilar. O'sha paytdagi mashinalarning kuzovi boshqacha bo'lgan. Sizga yoqmagan diska menga ham yoqmayapti. Buni o'zi razmer olishga qo'yib turuvdik. Ertaga Luxury Rimsga borib, diska tanlaymiz, yordamlashaverasiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Alohida Avtozonga ham rahmat. Motor hadovoylarini shunaqangi nok qilib berishdi. Kanaldan uzoqlashmanglar.